Yuqorida so'zlab o'tdingiz shu 33-yili qurilgan birinchi Cumhuriyetning kim shu 5-6 tomlarda bu tilga ilinganligini. Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining ki biz navbatda normalda xalqimiz yani buning ömrüning nihoyatda qisqa bo'lganligini tilga o'tamiz hamda. Lekin hamda sizga hamda shu qisqa ömürlük deb qaralgan bu Cumhuriyetning ki Uyg'urlarning zamoniy shu siyosiy engida qandaq tubdan o'zgarish yasagan bir bosqich deb qaraysiz. Endi albatta sizning bugungi suhbat temamizdan biroz mazmun doirasi kengaygandek his qildim bu so'zingizdan. Sharqiy Turkiston bu 33dagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti. Bu tegitek naganda Uyg'urlarning, Uyg'ur xalqini asos qilgan, bir gavda qilgan şu vaqtdagi musulmon xalqlarining bu Sharqiy Turkistonda yashagan musulmon xalqlarining bir qatimliq bu milliy azodlik, milliy mustaqillik harakati, milliy istiqloliyat harakati bu. O yalnız birlam Uyg'urlarning emas. Hammasi bunun qatnashgan. Qirg'izmi qatnashgan, qozoqmi qatnashgan. Dastlabki vaqtlarda mening tushunishimcha Tungallarmi dastlabki vaqtlarda qo'zg'alonga shunday shaklda qatnashgan. Keyin o türlük sebepler tüpeyildin bularning xarakteri o'zgarib ketdi buningdiki. Shuning uchun onun yana ayrim baho berimiz albatta bu masalaga shu davrning sharoiti bo'yicha Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hamda shu vaqtda qurilgan bu O'rta Osiyo, butun hatto shu G'arbiy Osiyo shu rayonda birdan bir qurilgan dastlabki bir cumhuriyet bu. Mustaqil cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyetidan keyin qolsa Cumhuriyetçilik devlet şekli bilen tüzülmesi bilen kurulgan şu devredeki tuncu bir Musulmonlar Cumhuriyeti Atatürk'ün bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Cumhuriyet Şarkı Türkistan Cumhuriyeti. Bu Orta Şarkı rayonu da Araplarning ki Cumhuriyetleri Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin keyin o'ttirga çıktı. Bazıları hatta 50. yıllarda o'ttirga çıktı bular. Şunda mı? Şu vaqtda birden bunu ben tekşürgen, bunu tekşürüp bunu seliştirip ben 15 yılla ilgirla Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Müslüman dünyasındaki O'rta Şarq, Merkezi Asya rayonundaki birinci Müslümanlarning bir cumhuriyetçilik şeklindeki birinci cumhuriyet. Devleti deganni ben şu çağda o'ttirga qo'ygan edim bunun oldida. Çünkü başkalar İran ba o vaqtda ularning hammani seliştirib ular cumhuriyet nemisi de emas ular. Padişahlık, hallık ular hukm bo'yicha. Hamda bu cumhuriyetning qurilmasidan qaraganda bu 6. tomda men buni tafsili yoritdim. Cumhuriyetning hakimiyet kurulması, teşkili kurulması, devletçilik kurulması, devletçilik nazariyesi, devlet siyasi ideyevi nazariyesi, hakimiyetini teşkillik için gruplar, onun millet etnik terkibi qatarlıqlarının hemmesini bu 700 betten tepsili bir yortup çıkan bunun da. Bunu hem de keyin ayrım bir söhbet qilganimizda ayrım deyişemiz bu temini. Umumen ağanda bu tek naganda Manjur imperiyasi Sharqiy Turkiston'ni besip elip bu joyga Şinjan degan ismni qo'yib, yangi zamin, yangi o'lka, yangi besip olingan rayon, yangidan mening tuprog'imga aylangan joy degan ma'noda tek naganda bu. Shu ismni qo'ygandan bu yanqi birinchi qatimliq mustaqillik, istiqloliyat, azodlik harakati bu. Uni shu vaqtning o'zida bu inqilobni şu vaqtdagi kommunistik internasional deymiz, Moskvada Sharq xalqlarini mustamlikchilikdan qutuldirish degan shuar ostida bu g'arbga qarshi harakat qilgan. Shu tashkilotlarmi va boshqalarmi buni milliy azodlik harakati deb atagan. Milliy mustaqillik harakati deb atagan va boshqalarmi har xil ko'z bilan bu mustaqillik harakati deb tushungan Angliya va boshqa davlatlarmi shu vaqtning o'zida. Endi shu vaqtning o'zidagi bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining bunda qurilmasidan qaraganda bu qandaqdir avam xalqning bir qo'zg'olonida ko'rilgan bo'lsa, bu barbara bir ideviy asosga ega bo'ldi bu. Xo'sh. Masalan, Qumul tog'larida Xo'janiyaz hojimdan burun Sali Dorg'uli boshildi-ku qo'zg'olon oldi. Keyin Xo'janiyaz hojim keyin qo'shildi uningga, qo'shilib rahbariga aylandi. Buning boshlanish jarayonidan qaraganda bularda dastlabda Cumhuriyet ideya bo'lmagan. Ma'lum mezgildan keyin ularda Cumhuriyet davlat qurish, davlat qurgandimi Cumhuriyet qurish ideyasi bo'lgan. Masalan, shu vaqtdagi Xo'janiyaz hojim rahbarligidagi Qumul tog'laridagi shu qo'zg'olonchilarning ularni dastlab qadamda o'zining bir hokimiyat qurilmasini qurib chiqib, ular tashqi Mong'oliyaga
va elchilarni evatgan, xat evatgan chaqda ular o'zining hukumatini Cumhuriyet deb atagan, Cumhuriyet atalg'usini ishlatgan. Ular shu vaqtning o'zida. Keyin bu andan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti bo'ldi. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti degan atalg'ular qo'llandi. Buning hammasi nima deganda inqilob qadamma-qadam ideviylashib, ideviy asosga ega bo'lib, buningga har xil ideviy fikrdagi odamlar qatnashib, bu haliqi mukammallash darajasiga qarab maqdi. Chunki har qanday bir harakatning ideviy asosi bo'lmasa, u istiqiylik harakat bo'ldi. Shundami? Albatta. Shuni qilgan. Bu qaraganda mening ko'zlashimcha bu harakat 30-yillarda kurash tarixi bu bir milliy gullanish, milliy mustaqillik ideyasi asosiy gavda bo'lgan musulmonlarning islomiy bir harakati bu tek-tek naqanda. Shuning uchun bu davlatga Islom Cumhuriyeti atalg'usini qo'shdi. Cumhuriyet bilan islomiy bu ikki fikr, ideya girallashdi buningda. Xo'sh. Bu bir-biridan ayirib etgani yo'q buningda. Sabit tomonlarning ziyoratlari. Qurg'uni yo'q. Shuning uchun bu Türkiye bilan yaxshi munosabat o'rnatishga tirishdi. Shu vaqtdagi Turkiya Cumhuriyetining davlatchilik modellarini qabul qildi ular, usullarini qabul qildi. Turli shu vaqtdagi yangi qurilgan cumhuriyetchilik fikrlarini mushningda ular mujassamlashtirishga tirishdi. Chunki bu Cumhuriyetning hokimiyat qurilmasi qatnashgan odamlarning tarkibidan qaraganda farg'onaliklar bo'lsin, buning qatnashgan o'zbeklar yoki Uyg'urlar bo'lsin, Sabita mollamlar bo'lsin, bularning hammasi shu davrning eng ilg'or jadid ideyasidagi, zamonaviy ong tafakkur ideyasidagi insonlar. Shu musulmon dunyosidagi, O'rta Sharqdagi, O'rta Osiyodagi milliy uyg'unish, milliy gullanish harakatlarini tushungan, bilgan odamlar. Shu xarakter jihatdan olganda bu keyingi qatimdagi 44-yildagi inqilobga ta'sir yetkazdi. Bularning nazariy asosi. Bularningki. To'g'ri. Mening qarashim shu. Buni albatta bu ayrim tema bo'lganligi uchun Albatta, ya'ni ayrim inshaalloh so'zishimiz, oldimizga- ammo bugun sizning Shu suhbatimizning degan- umumiy savollaringizga Haqiqatan. balki suhbatimiz tugamasligi mumkin agar unda konkret tushsa. Albatta. Yani deganidek bo'libmi shu ikki jumhuriyatimizning yani tafsili oldikendagi voqeliklarni bir uzun bir qismliq bir suhbat qilishimiz kerakmi buni? Inshaalloh men tayyorman qilishga. Shun qisqa savol so'rab o'tyapman hozir.